His qiladigan narsa yo'q bu yerga, og'ayni. Men asab qilaman, sen chidolmaysan. Qashqadaryoda ko'cha usulida qarz undirish bilan shug'ullanib kelgan shaxslar ushlandi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi xabariga ko'ra, guruhga laqabi Jalol eski shahar bo'lgan 38 yoshli Jaloliddin Ikromov boshchilik qilgan. Guruhda Diki laqabli 41 yoshli Temur Normurodov, Borzi laqabli 32 yoshli Ma'ruf Mavlonov, shuningdek 24 yoshli Alisher Hamroyev ismli shaxs ham bo'lgan. Ta'kidlanishicha, samarqandlik tadbirkor yakkabog'lik tanishidan 520 million so'm pulini ola olmayotganini aytib, guruhga shu pulni olib berish bo'yicha buyurtma bergan. Guruh esa yakkabog'lik shaxsni muntazam ta'qib qilishga kirishgan. Hatto uning uyiga bostirib kirib, shaxsiy hujjatlarini tortib olishgan. Pulni berishmasa, uni va oila a'zolarini o'ldirish bilan qo'rqitishgan. Guruh a'zolari avvaliga qarzdordan $1000 olgan, keyin esa bank plastik kartasi orqali 200 million, so'ngra yana 300 million so'mni olishgan. Ular pulni samarqandlik tadbirkorga ham bermay o'zlashtirib yuborishgan. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda guruhning barcha a'zosi va buyurtmachi samarqandlik tadbirkor ham ushlangan. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ularga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llangan.